Xalqimizning asriy an'ana va qadriyatlarini o'zida mujassam etgan Navro'z shodiyonalari yurtimiz uzra davom etmoqda. O'zbekiston Respublika Tovar xomashyo birjasi matbuot kotibi Hikmatullo Tillaboyev Hit FM tinglovchilarini muborakbod etdi. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublika Tovar xomashyo birjasi jamoasi nomidan barchani Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Ushbu bahor va yangilanish ayyomida sizlarga sihat, salomatlik, bahoriy kayfiyat va barcha orzularingizni ijobat bo'lishini tilayman. Navro'z yurtimizga baxt va saodat, farovonlik va qut baraka olib kelsin. Har kunimiz Navro'z bo'lsin. Hit FM'da bayramona taronalar ketma-ketligi davom etadi. Bizdan uzoqlashmang. Milliy urf-odatlarimiz, an'analarimizni o'zida mujassam etgan Navro'z ayyomi keng nishonlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi matbuot kotibi Navro'z Ashurmatov xalqimizga o'zining ezgu niyatlarini bildirdi. Avvalambor Hit FM radiosi ijodiy jamoasiga bu kabi imkoniyatni taqdim etganliklari uchun alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bahoriy tengqurlik va yangilanish ayyomi bilan barcha yurtdoshlarimizni nafaqat o'zim, balki Transport vazirligi jamoasi nomidan chin qalbdan muborakbod etaman. Sharqona yangi yil ulug' va ezgu ishlarni boshlanish pallasi, azaliy qadriyatlarimiz timsoli qolaversa, mehr, oqibat, saxovat va ezgulik ramzi bo'lgan Navro'z ayyom muborak bo'lsin. Hit FM'da bayramona taronalar ketma-ketligi davom etadi. Bizdan uzoqlashmang.